4 milliard 600 million yil burungi ma'lum paytda yer shari quyosh sistemasi tumanliq ichida borliqqa keldi. 4 milliard 600 million yil keyingi bugun siz va men mana shu kishini maftun qiladigan zangaranglik planet ustida uchrashdik. Balkim insonlarning necha ming yillik madaniyatini odam oldida tilga ilishqimi arzimasligi mumkin. Lekin agar olamdan aymanmasak, yana qanday qilib cheklik umrimizdan o'z qimmatimizni topa olamiz? Bugun sayohatchi Numurning bir qatimliq planetlararo sayohati balkim sizning dunyo qarashingizga cho'nqur ta'sir ko'rsatishi mumkin. Dal shu ko'krangli planetda har kuni necha yuz ming hayotlik operaydi bo'ladi. O'xshashli yana necha yuz ming hayotlik bu dunyodan ayriladi. Siz anglab boqqan har bir odam, to'nigan har bir odam, suygan har bir odam, hammasi uning ustida bir umrini o'tkazgan. Insonlar tarixidagi barliq xushallik va azob hammasi mana shu bo'shliqda laylab turgan ko'kranglik cho'ntuzon ustida borliq kelgan. Biz ilgari go'daklarcha yer zamin butun olamning markazi deb qaragan. Lekin yaqinqi davrga kelganda biz ondan shuni bildikki, u faqatli bir ko'zga chiliqmaydigan oddiy planet xolos. Hattoki yer sharidan 1 million 300 ming cho'ng quyoshmi olamning o'lchamiga qo'yib qaraganimizda o'xshashla texmi oddiy bo'lgan bir turg'un yulduz xolos. Ko'rinishdagi har bir yo'riq nuqta hammasi bir quyoshga vakillik qila oladi. Faqat Samon yo'li sistemasida taxminan 250 milliard dona quyoshga o'xshaydigan turg'un yulduzlar mavjud. Har bir turg'un yulduz hammasi bir mustaqil harakat qiladigan sistemni o'z ichiga olgan. Yana shundoq deyishga bo'ladiki, faqat Samon yo'li sistemasida biz sanoqni tugatolmaydigan yuqori darajali madaniyat mavjud bo'lishi mumkin. Biz bir umr vaqtimizni sarf qilib qo'g'lashgan katta uy, esil mashina, nom shuhrat va pul boyliqlarning shu paytda qarmoqqa hech qanday ahamiyati yo'qdek bilindi. Hozir biz Samon yo'li sistemasining kirvaklarigacha yetib keldik. Bu bir diametri 100 ming yo'riqlik yili keladigan yulduz sistemasi. Afsuslanarligi, hatto Samon yo'li sistemasi faqat olamdagi chong to'zondan iborat xolos. Uning ustida yana sanoqsiz yulduz sistemasi mavjud. Ular birlikda 100 ming dona yulduz sistemasini o'z ichiga olgan. Laniyakaya odatdan tashqari yulduz sistemasi to'pini tashkil qiladi. İnsanlarga nisbatan aytganda, olam biz tasavvur qilgandimi bepoyon. Lekin o'zimizga qaytsak, bu qisqagina necha yilda bizning o'zgartiradiganlarimiz amaliyotda intayin ko'p. Vaqtning uzun tarixiy iqillarida har qanday mavjudot hamon cho'ntuzan aylanadi. Shunga vaqtingizni hargiz qilcha ahamiyat yo'q ishlarga sarf qilmang. Ota-onangizni, hamrohingizni, bolangizni o'ylang. Balkim ana shu ko'z oldingizga baxil dal sizning hayotingizdagi haqiqiy qimmatli narsa bo'lishi mumkin. Bo'ldi, bu qatimliq mazmun oxirlashdi.